2025-yilning 20-yanvar kuni Manchester City safiga kelib qo'shilgan Abduqodir Husanov hali 1 yil ham o'tmasdan transfer mishmishlari markazida qoldi. So'nggi kunlarda uning nomi Yevropaning bir nechta yirik klublari bilan bog'lanmoqda va bu holat muxlislar orasida tabiiy savollarni keltirib chiqarmoqda. Manchester City faoliyatini yoritib kelayotgan ishonchli manbalardan biri City Extra saytining xabar berishicha, tashqaridan qaralganda vaziyat shov-shuvli ko'rinsa-da, klub ichida Husanov hanuz kelajak uchun muhim loyiha sifatida baholanmoqda. Josep Guardiola tajribali futbolchilar bilan bir qatorda yosh iste'dodlarni ham asta-sekin asosiy jamoaga singdirishni ma'qul ko'radi. Shu sababli o'zbek himoyachisi ham jamoaning uzoq muddatli rejalaridan joy olgan. Husanovning Manchester City'dagi dastlabki mavsumi tezkor natija berish bosqichi emas, balki moslashuv davri sifatida qabul qilinmoqda. U ayrim uchrashuvlarda o'z imkoniyatini ko'rsatishga ulgurgan bo'lsa-da, asosiy tarkib uchun raqobat nihoyatda kuchli. Jamoada yuqori saviyadagi himoyachilar ko'p. Ustiga ustak, Guardiolaning taktik tizimi juda murakkab. Aynan shu omillar fonida transfer haqidagi gap-so'zlari paydo bo'ldi. Sport Witness nashrining yozishicha, qishki transferlar oynasida Real Madrid va Fransiyada kutilmaganda chempionlik uchun kurashayotgan Lens Abduqodir Husanovni ijaraga olish variantini ko'rib chiqmoqda. Shuningdek, mavsumni omadsiz boshlagan Liverpool uni to'liq transfer qilish uchun 50 million yevrogacha taklif berishi mumkinligi haqida ham mishmishlar tarqaldi. Ammo bu xabarlarga qarshi fikrlar ham yetarli. Alles Lens va boshqa manbalarning ta'kidlashicha, Manchester City yosh futbolchini qo'yib yuborish niyatida emas. Klub yosh iste'dodlarni qisqa muddatli foyda uchun emas, balki uzoq yillik strategiya asosida sotib oladi. Shu bois hozircha o'yin amaliyotgan bo'layotganiga qaramay, Husanovni o'z tizimi ichida rivojlantirish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, Manchester City bir vaqtning o'zida bir nechta musobaqalarda qatnashmoqda. Shunday vaziyatda keng va sifatli tarkib Guardiola uchun juda muhim. Himoya chizig'ida vaqti bilan jismoniy muammolar yuzaga kelayotgan bir paytda istiqbolli markaziy himoyachining ketishi klub manfaatlariga zid bo'lardi. City Extra sayti eksperti Freddy Pay ham aynan shu fikrni qo'llab-quvvatlamoqda. Uning aytishicha, Manchester City rahbariyati Husanovning ketishini, ayniqsa uning Angliya Premyer Ligasidagi to'g'ridan-to'g'ri raqiblardan biriga o'tishini umuman ko'rib chiqmayapti. Klub futbolchining kelajagi bo'yicha aniq rejalarga ega. Ma'lumot uchun, Abduqodir Husanovning Manchester City bilan shartnomasi 2029-yilning yozigacha amal qiladi. Uning hozirgi transfer qiymati 35 million yevroga baholanmoqda. Xulosa qilib aytganda, transfer oynasi yaqinlashgani sari mishmishlar ko'payishi tabiiy. Ammo hozirgi vaziyatga qaraganda, keskin o'zgarishlar bo'lmasa, Abduqodir Husanov Manchester City'da qoladi va o'z o'rnini asta-sekin mustahkamlab boradi. Bu esa ham futbolchi, ham o'zbek futboli uchun eng to'g'ri yo'l bo'ladi.